Keyin Xudo xolasa mana bitta jumani Madina Munavvarada, bitta jumani Makka Mukarramada qilib turib, programmani to'ldiramiz. Buni ham e'tiborga olib qo'yasizlar. Assalomu alaykum Zafarbek Umra obunachilari. Hammanglarga xayrli tong. Mana Xudo xolasa 13-noyabr 20:00 da ertaga reysimiz mana to'ldi. Ertaga safarga chiqib ketamiz. Keyingi reysimizni Xudo xolasa inshaalloh 20-dekabrga mo'ljallayapmiz. Xohlovchilar biz bilan birga boradiganlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin. Pastdagi nomerlarga murojaat qilsanglar, ertaroq bron bo'ladi. Sababi erta to'lib qolyapti. U faqat 50 tagina odam olinadi xolos. O'shaning uchun ertaroq bron bo'lganinglar yaxshi. Xudo xolasa mana ertaga safarga chiqadigan bo'lsak, 14 kunlik paketimizni har kunligini Xudo xolasa sizlarga yoritib boramiz. Obunachilarimizni ehtiyojiga yarasha bu yerda yana bir yangiliklar kerak bo'ladigan bo'lsa murojaat qilsanglar, yana o'shalarga ham xizmat qilamiz. 14 lik paketimiz ichida bor, yana bir bu qator eslatib qo'yaman eshitmaganlar uchun. 14 kunlik paketimizda 3 kuni Madina Munavvarada bo'ladi, 11 kun Makka Mukarramada bo'ladi. Madina Munavvarada bo'ladigan safarlarimizdagi, ziyoratlarimizdagi amallarimizda birinchi kunimiz Nabay masjidi tarixlari bilan tanishamiz. Ikkinchi kuniga Madina shahardagi Uhud tog'i, Xurmo bog'lariga, voqea qabristonlariga olib kiramiz, ravzalarga olib kiramiz. Qiblatay masjidlari, Madina shaharini xullas ziyorat qilamiz. Keyin Xudo xolasa mana bitta jumani Madina Munavvarada, bitta jumani Makka Mukarramada qilib turib, programmani to'ldiramiz. Buni ham e'tiborga olib qo'yasizlar. Makka Mukarramaga borilgandan keyin birinchi bo'rinda avvalo umra qilinadi. Umra amalini qilingandan keyin 11 kun o'sha yerda 3 mahal taom bilan bo'ladi. Mehmonxonalarimiz yaqin joylashgan inshaalloh. Bir kun umra qilingandan keyin dam oltirib ertasiga yana Toyib shahrini ziyoratiga olib chiqamiz. Toyib shahrini ziyoratidan qaytganimizdan keyin yana o'sha Toyib shahrida ehromlarni kiyib ikkinchi marta umra qilinadi. 2 marta umra qilinadi. Bitta juma Madina Munavvarada o'qiladi, bitta jumamiz esa Makka Mukarramada o'qiladi. Qizil dengiz sayohatlari, Arafat tog'lari, Muzdalifa hamma sayohat qiladigan joylarga olib boriladi. Umra badalda ham Xudo xolasa inshaalloh o'zimiz birga yurib, birgalashib qildiramiz. Sababi mana ko'ryapmiz, borib turib o'zlari ham umra badal qilaman dadamga, onamga deb turib, borib xato qilib qo'yganlarni ko'ryapmiz. U jonliq bo'yniga qarz bo'lib qoladi. O'shaning uchun guruhlarni hammasini o'zim birgalikda umra badallarida ham qildiraman deb niyatlar qilib mana ketyapman Xudo xolasa. Keyingi 20-dekabr kungi reysimizga murojaat qilib, pastdagi nomerlarga telefon qilsanglar, bron qilib qo'ysanglar, 28-kuni qaytamiz. Keyin dekabr oyidagi reysda olib qaytaman yana. O'shaning uchun obuna bo'linglar. Keyin mana nimaga obuna bo'lib turib, ya'ni guruhimizni ham Xudo xolasa nima qilaylik, kanalimizni ham rivojlantirishimiz kerak ekan. Mana hozir 1600 tacha odam bo'ldi. Endi yangi boshladik. Xudo xolasa iltimos sizlardan like bosib, obuna bo'lib, shu kanalimizni rivojlantirishga yordam berishingizni so'rab qolaman. Sizlar uchun esa borgandan keyin Habatullohda ham, Nabay masjidlarida ham payg'ambarimizga salomlaringizni yetkazaman guruh a'zolarim nomidan. Hamda tavofda Alloh nasib qilsa inshaalloh hammangizlarning haqqingizga duo qilaman Xudo xolasa. O'shaning uchun birodarlar, sizlardan bitta iltimos, obuna bo'lib qo'yinglar, like bosib qo'yinglar. Mana shuncha paytdan beri ishlagan bo'lsak, boshqalar bilan endi o'zimiz kanal qilmaydigan bo'lsak, oxirgi paytda endi qiyinchilik bo'lib qolyapti. O'shaning uchun hammanglarni taklif qilib qolamiz. 14 kunlik paket Centrum kompaniyasi, samolyotlarimiz ham o'zimizniki, bemalol murojaat qilishingiz mumkin.